Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Xitoy Qashqarda Xitoychini umumlashtirishga aloqador cho'ng ko'lamli faoliyat o'tkazdi. Sharq Turkistonda Uyg'urlar boshliq Turkiy xalqlarining til yiziqini cheklab kelgan Xitoy o'z til yiziqini majburiy tingiz siyosatini qilchi bo'shashmay ijro qilayotgan bo'lib, bu hafta Sharq Turkistonda yana Xitoy til yiziqini umumlashtirishga aloqador cho'ng ko'lamli faoliyat o'tkazdi. Xitoy tashviqot vositalarining xabar qilishicha, 5 avgust Xitoy Ma'arif ministrligi Ayollar birlashmasi Xitoy til yiziq komiteti va Xitoy millatlar ishlari komitetining birlikda o'rinlashtirishi bilan Qashqarda atalmish osonliq millat rayonlaridagi oilalarning Xitoy til yiziqi o'rganish ishlatishini ko'rsatish faoliyati o'tkazilgan. Faoliyatga Sharq Turkiston, Tibet, Ichki Mong'oliya va Xitoyning bir qism o'lkalaridan kelgan 17 millatdan bo'lgan 20 dan ortiq tanlangan oila sahnaga chiqib, Xitoycha naqshi usul, deklamatsiya, bayon qatorliq nomerlarni o'rindigan. Diqqat tortadigan nuqta bo'lsa, mazkur faoliyat o'qituvchi-o'quvchilar, ishchi xizmatchilarga emas, balki normal oilalarga qaratilgan bo'lib, Xitoy til yiziqini majburiy tengish jinoyatining davomli kuchaytirilayotganligini va butun xalqning nishonlanganligini ko'rsatib bergan. Xabardagi bayonlarmi bu nuqtaga aniq ishorat qiladigan bo'lib, aloqador xabarda Sharq Turkiston, Tibet, Ichki Mong'oliya qatorliq har qaysi joylardagi ayollar birlashmalariga o'xshash organlarning turli faoliyat musobaqalarini o'tkazib, Xitoy til yiziqini har bir oilaning kundalik turmushigacha kirgizishni ilgari surayotganligi oshkora o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy rejimi 2021 yil noyabr oyida e'lon qilgan bir hujjatida Xitoy til yiziqi ishlatilishining tangpungsiz va nomuvofiq ekanligi, shunga 2025 yilgacha Xitoy o'rtaq til yiziqining umumlashish nisbatini 85% ga yetkazib, texmo qayliblashtirish kerakligi ta'kidlangan edi. Bu bostur siyosatida ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkiston, Tibet, Ichki Mong'oliya tabiiy asosliq nishonga aylangan. Xitoy Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatida ona tilni cheklash jinoyatini qattiq ijro qilayotgan bo'lib, maktablarda butunlay Xitoycha dars o'tilganligi va Uyg'ur o'smirlarining ona tilida so'zlashishi cheklanganligi sababli yangi bir avlod o'smirlarining o'z tilida so'zlay olmaydigan, tushunolmaydigan holga kelib qolayotganligi shohidlar tarqalayotgan bir qism qisqa sillar orqali isbotlanib kelmoqda. Sharq Turkistondagi bir sayohat nuqtasida ko'vrik o'rilib 5 kishi o'ldi. 6 avgust Sharq Turkistonning Mo'ng'ulko'ra nahiyasiga joylashgan bir manzil rayonidagi osma ko'vrikning bir arg'amchisi uzilib ketib, ko'vrik yuzi qiyshib qolib, ko'vrikdan 29 kishi tushib ketgan. Buning ichida 5 kishi hayotidan ayrilgan, qolganlar o'xshamagan darajada yaralangan. İctimai taratqularda vaqa ko'rsatilgan bir qism sillar tarqalgan bo'lib, ko'vrikning ostida uchluq toshlar ko'p bo'lgandan sirt suv kuchlik eqiyotgan bo'lib, bir qism kishilarni eqitib ketgan. Xitoy xabarlarida qayd qilinishicha, navbatda manzil rayoni taqalgan bo'lib, vaqaning sababi tekshirilmoqda ekan. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash va Xitoy oqqullarini ko'plab jalb qilish uchun yaqinqi bir necha yilda g'oyat zo'r mablag' ajratib, Sharq Turkistonning har qaysi joylarida sayohat rayonlarini ko'plab qurib chiqqan. Ma'lum bo'lishicha, Mo'ng'ulko'ra nahiyasidagi mazkur sayohat o'rnimi sayohatchilarga rasmiy echib etilganiga 1 yildan oshgan ekan. Trump Xitoy o'zaklariga 100% boj qo'ydi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoydan import qilingan o'zak va yerim o'tkazgichlarga taxminan 100% boj qo'yilganligini e'lon qildi. Yangi nizomga asosan Amerikada ishlab chiqarish va'dasi bergan shirkatlarla mazkur bojdan xalos qilinadigan bo'lib, Trump Oqsaroyda so'zlagan bayonotida texnika sohasiga qarata halqaliq bir qadam bosganligini va import qilingan barliq o'zak va yerim o'tkazgichlarga taxminan 100% boj qo'yish yo'nalishida qaror chiqarganligini bildirdi. Trump bu qadamning asosli maqsadining shirkatlarni Amerikada ishlab chiqarishga ilhomlantirish ekanligini ta'kidlab, Amerikaga kelayotgan barliq o'zak va yerim o'tkazgichlarga 100% boj qo'yiladi. Agar Amerikada ishlab chiqarish va'dingiz bo'lsa yoki hozir ishlab chiqarayotgan bo'lsangiz, bu bojdan xalos bo'lasiz, dedi. Mazkur qaror Xitoy texnika shirkatlarini bevosita nishonlagan bo'lib, Amerika ichidagi ishlab chiqarishni oshirish
va yerlik ta'minot zanjirini kuchaytirishni maqsad qilgan. Mutaxassislar bu harakatning Amerika bilan Xitoy o'rtasida davomlashib kelayotgan savdo urushini texnik jiddiylashtirib etadiganligini bildirishmoqda. Netanyahu G'azzani qayta ishg'ol qilish planini muzokara qildi. İsrailiya Xavfsizlik kabineti Bosh minister Benyamin Netanyahuning İsrailiya armiyasining Falastinning G'azza rayonini qayta ishg'ol qilish planini davomli muzokara qilmoqda. İsrailiya davlatlik radio televiziya stansiyasi Kanning ismini oshkorlashni xohlamagan hukumat manbalarining so'zini naql keltirishcha, Netanyahu G'azza irqiy qirg'inchiligi boshlangandan buyongi eng sezgur yig'inlarning biri bo'lgan bu uchrashishda yenik va qadam bosqichlik bir strategiyani tavsiya qilgan. Kanning ziyoratini qabul qilgan manbalarning bildirishicha, planning dastlabki bosqichi G'azza shahri aholilarini janubga majburiy yo'tkash bilan boshlanib, keyin shaharni qo'rshovga elish va nufus zich o'ltiraqlashgan rayonlarga qarata texnik ko'p quruqlik harakatlarini qo'zg'ash bilan davomlashadi ekan. Ba'zi ministrlarning G'azzaning territoriya jihatdan to'liq kontrolligini kafolatlantirmaydigan har qanday planni qat'iy rad qilganligi xabar qilingan. Falastin Islomiy qarshilik ko'rsatish harakati Hamas G'azzani qaytadan ishg'ol qilish planini muzokara qilayotgan Netanyahu va oshqun o'ng qanot hukumatini qorshov ostidagi bu rayonda tutib turilayotgan isroiliyalik asirlarning hayotini xatarga ittirish bilan ayblagan. Hamasning 2023-yildagi hujumlarda asirga tushgan 251 isroiliyalikning 49i hozirgacha G'azzada tutib turilmoqda. İsrailiya armiyasi bulardan 27 nafarining o'lganligini e'tirof qilmoqda. Falastin taraf bo'lsa, nurg'un ko'ruvga elinganlarning 2023-yildan buyongi Isroiliyaning qora quyuq bombardimonlarida qazo qilganligini bildirmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.